Un bilan ta'minlay oladigan zavodi ochilish arafasida bu vaqtgacha sotilayotgan unlar Qozog'istondan olib kelingani sababli narxning oshishiga sabab bo'lmoqda. Endi mahalliy aholining don mahsulotlarini mazkur zavod qabul qilib, uni qayta ishlab aholiga arzon bahoda sotadi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Laylak tumani agrar hudud bo'lgani uchun tuman aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Arpa, bug'doy ko'p ekiladi, biroq undan olingan tonnalab hosillar qayta ishlatilmasdan faqat sotuvga chiqariladi. 29 ming tonna qilqandan öndürülüp, çalpısından oşunun içinden 16 ming 17 ming tonna buğday öndürülüp. Hazır biz analiz kılatağız, şu bayağı kiley kevinesi joğuru buğdaylar bu Kazakistan'dan kelgen hazırғы Naz, Karasay деген sortlar. Ana elдің қолында hazır sana şarda ham hazır 2000 gektardan aşıp kaldı. Mahalliy hukumat bosh orqali ekinlar sifatini oshirsa, mahalliy tadbirkorlar imtiyozli nasiya yordami bilan un chiqaradigan zavodlarni ishga tushirishmoqchi. Hozirda bu yerda 20 hamda 80 tonna un chiqaruvchi uskunalar Rossiyadan olib kelindi. Mahalliy xom ashyoni ishlab chiqarishga tayyor. Ushbu zavodda 1-chi, 2-chi, 3-chi navdagi unlar chiqarila boshlaydi. Unni chiqaryapmiz, Xudo bersa buni. Shu yangi yilga chayin boshlaymiz уже. Men qilganga realizatsiya qilganga Matkina bo'lsuvichi, Lelek rayon Matkina bo'lsuvichi. Xudo bersa meni undan bahasini arzon qilganga harakat qilyapmiz. Себестоимости hozirgi kunga 1000 so'mga tushyapti. 1000 so'mga. 60 ming dollar sarflangan mazkur korxona ishga tushishi bilan yangi 8 ish o'rni tuziladi. Oşul apparatın diagnostikasını men qarab turaman. Mana şu jumush açılgandan beri mana ko'p ellerge o'zi jumush ishlari açıldı. Ular buyursa bundan tashqari ham jumushchi ishlari ochiladi. Hududlarni rivojlantirish yilida Laylak rayonida bu kabi 10 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalari ochilib, 100 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Bu ishlar yana davom etishini rayon ma'muriyati bildirdi.